Assalomu alaykum O'zbekiston ahli. Bu qayer ekan deb hech ham o'ylanmanglar. Bu Xitoy emas. Bu o'zimizning O'zbekistonning Namangan viloyatining Pop tumani tarozi ishlab chiqarish sexidasizlar mana. Xudo xolasa tanishtirib o'taman. Mol tarozimiz tagli qismi bez reshotka varianti. Razmeri 1 ga 2 tonnalik kelgarantasi mana. Buni o'zimiz zakazga bityapti. Hamma yana to'la to'kis profildan ishlanyapti mol tarozimiz. Xo'p, $560 ga zakazga ishlanyapti. Xo'p, bunimiz mol tarozimiz standartimiz 1 ga 2 razmeri. Puliga keladigan bo'lsa $520, 2 tonnalik yil garantiyasi bilan. Bluetoothli bo'ladi bular. Bluetooth bilan ishlanadi. Hech qanaqa kabelsiz Bluetooth bilan ishlanadigan tarozlarimiz. Mana bu yerda ko'rishlaring mumkin. Xuddi mana shu tarozi, mana yig'ilgan qismi. Bu yig'iladigan tarozi. Pastidagi esa razmeri 2 ga 3 metr labo bongolar uchun. Xo'p, ko'tarish quvvati 5 tonna bo'lgan. Shu ko'mir deysizlar, metallom sohasida ishlayib turgan akalarimiz uchun bu o'sha 5 tonnalik tarozimiz. Ortidagi esa qo'y tarozimiz. Mana nastroyka bo'lyapti hozir. Toshlarni qo'yib to'g'ri o'lchashligini tekshiryapmiz. Bunimiz qo'y tarozimiz, razmeri 1.20 ga 70, 2 yil garantiyasi bilan $280. Xo'p, endi buni ustiga keladigan bo'lsak, razmeri 6 metr uzunligi, eniga 3 metr, ko'tarish quvvati 50 tonnaga moslashtirilgan o'sha Zil Kamas 53 Selyoschi akalarimiz juda yaxshi bilishadi bu tarozni. Xo'p, kuniga bu sezonda 2 million, 1,5 million, $100 deb hisoblanglar. $100 topadigan taroz mana shu. Bez rasxod. Mashina chiqdi tushdi $100 kuniga. Ishlaydigan tarozimiz mana shu bo'ladi. Xo'p, bundan tashqari har xil turdagi tarozlar, 24 metrgacha bo'lgan tarozlarni ishlab chiqaramiz. Xo'p, 300 tonnagacha tarozlarimiz bor bizda. Mana kimga qiziq bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Manzilimiz Namangan Pop tumani.